Assalomu alaykum, uy chizmalari va qurilish maslahatlari guruhini obunachilari. Navbatdagi uy proyektimiz tayyor bo'ldi. Bu uy proyektimiz Namangan viloyati To'rg'on tumani Tergachi qishlog'iga tayyorlab berdik. Uy razmerlari 18 metr ko'cha tomon, qo'shni tomon 31 metr. Jami proyektimizda birinchi qavatda 5 ta xona, kottedj forma uyda, hop, xonadan tashqari, razmerdan tashqari 2 ta xona. Bittasi zimniy kuxnya, bittasi alohida mehmonxonadan iborat. Kimga shunday uy proyekti kerak bo'lsa yoki arxitektura xizmati kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Inshaalloh buyurtmalaringizni chiroyli qilib, zamonaviy qilib bitirib beramiz. Uy loyihamiz 2 toifadan iborat: loyiha chizmasi va fasad chizmasi. Loyiha chizmasida fundamentdan tortib barcha qurilish material hisob-kitobi etapma-etap qilinadigan ishlar kiradi. Fasad chizmasida ko'cha tomon dizayni va hovli dizaynlari kiradi.